Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz infarkt kasali haqida suhbatlashamiz. Hammamiz bilamiz, infarkt kasali asabdan kelib chiqishini hammamiz bilamiz. Allohning qudrati ila bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida infarkt kasalini asoratlari yo'q bo'ladi. Bemalol kelib ichini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Infarkt shunaqa bemorlar uchraydi. Men infarkt bo'lganman. Menda hozir qo'l oyoq harakatlarim sustroq, og'riq bor deyishadi. O'zim boshqara olmayapman. Og'iz qiyshayishi, ko'z qiyshayishi, g'ilaylik va bir yon taraflab qo'l oyoqlarim o'zimga yaxshi bo'ysunmayapti. Sezuvchanligim kamroq bo'lib turibdi, og'riq bor degan bemorlar bizga murojaat qiladi. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlarimiz, sirop, malhamlarimiz yordamida infarktdan qolgan asoratlarni 100% sog'lom bo'ladi bemorimiz. Shunaqa bemorlar ko'plab murojaat qiladi. Hozirgi kunda oilasini bag'rida, yaqinlarini bag'rida omon, sog'lom insonlar qatorida yashab turibdilar. Shunaqa davolangan bemorlarimiz bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Qiynalib, qo'lim yaxshi ishlamayapti, og'riq bo'lyapti deb o'qoldori olib qiynalib yurishga hech ham hojat yo'q. Bemalol kelib lechini olib tabiiy giyohlarimiz, malham siroplarimizdan olib sog'lom bo'lishlaringizni tavsiya qilaman. Har qanday infarktdan qolgan asoratlar butunlay sog'lom bo'ladi Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin. Layklaringizni bosaveringlar.